Hammaga salom, sizlardan Real Gamer. Bugun men Gangster ittifoqidagi, ya'ni meni jamoamdagi jamoadoshlarimdan so'rab ko'raman, Real yoki Barsa. Ko'ramiz bizni jamoa tarkibida qaysi komandani fanatlari ko'proq ekan. Birinchi o'rin Fox tog'i, ya'ni Lord Foxdan so'rashga qaror qildim. O, assalomu alaykum, bratim, qanaysiz? Ikkinchi o'rin esa Dark Edit'dan so'rashga qaror qildim. Lekin bu aniq edi. Mayli endi Mini Gamerdan so'ray qolamiz. Men esa har doimdek Real yoki Barselona dedim. Keyin esa endi esa Raydandan so'rayman. Yo, endi men Destroydan so'rayman. Har holda bittagina Barsa bilan cheklanmasmiz. Xo'sh. Yana kim qolib ketgan bo'lishi mumkin? Bu kishidan so'raganimda esa A few moments later. 1 hour later. No, keyin meni kallamga bir fikr keldi. Keyin esa men YouTube'dan so'rab ko'rdim. Keyin esa javob 5 minutga qolmasdan keldi. U yerda yozilishicha endi esa Zonda Gamerdan so'rayman va nihoyat oxirgi a'zo. Ko'rib turib yozmasa-ya. O'zi jamoada 8 ta a'zo bor. Men tanlaydigan bo'lsam, menga Real ham Barsa ham yoqmaydi. Agar ikkalasidan bittasini tanlash kerak bo'lsa, men Realni tanlagan bo'lar edim. Bugun esa bizning g'olibimiz Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Yo, stop, adashmovchilik bo'lib ketdi. Bugungi g'olibimiz esa Real Madrid. Ala Madrid, ala Madrid, ala Madrid, ala Madrid, ala Madrid, mon petit, ala Madrid, 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 mon petit, ala Madrid. Nima bilaman, video qisqa bo'lib qoldi. Agar jalqa bermasa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib keting. Sizlar bilan Real Gamer bo'ldi. Keyingi videolargacha sog'lik, omonlikda ko'rishguncha.